Assalomu alaykum akalar. Bugun obzorimizda BMW X6 mashinasi bo'ladi. Mashinamiz 2008-yil ishlab chiqarilgan, probegi 186.000 km bosib o'tgan, 3.5 motorning holati zo'r, korobkasi avtomat, elektronli, korobkasining ham holati zo'r, hadovoyi 90% zo'r, 10% mayda-chuyda bo'lishi mumkin. Narxini ham sirazi aytib o'tib ketaman. Narxi 16.500 AQSh dollari. Mashinamizning suviga absolutniy but-butni, mashinani bitta ko'ramiz. Derskiyligini, kattaligini qaranglar. Juda ham chiroyli mashina deb BMW. O'zining xarakteri bor. Takoy oldi jabrlarga 3 ta palasalar qilib qo'yilgan. MKDK mashina juda ham go'zal. Mashinamizda polniy full paket, ya'ni lyuklargacha bor. Okalar, sizlar bilan bitta orqa rakursini ko'ramiz va interyerini ham bitta ko'ramiz sizlar bilan. Mashinamizning orqa rakursini ko'rsangiz bo'ladi. Elektronli bagaj, ikkitali выхлопной sistema juda ham chiroyli bo'lgan, farali turibdi. Endi sizlar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Mashinamizning hattoki tonirovkaga razрешенияларgacha bor. Mashinamizning interyeriga keladigan bo'lsak, qora bilan bordoviy kombinatsiya qilingan. Sidenalarimizda koja bilan, alkantara bilan qoplangan. Multifunksiyonal ruli bor, cruise control bor, o'zining avtomat korobkasi bor, elektronli parktronikasi bor, sport rejimi bor, avto hold bor, o'zining klimat kontroli bor, changeri bor, o'zining monitori bor, stiklopodъемник ditskiy rejimlargacha bor. Hattoki eshiklarimizda davutchi prisoskalargacha bor. Okalar, aytib o'tganimdek, narxi atiga 16.500 AQSh dollari. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. X6 mashinasi.